Ya, men hali ham ishonmayapman bunaqa narxlarga. Qattiqroq bu narsani ushlab olinglar. Narxlar shokka tushiradigan darajada. Shu videoga bitta like bossangiz, Xannon milliy taomlari 50% aksiyani qiychirig'ini e'lon qiladi. Bu degani ovqatlarni teng yarmini to'laysiz. Masalan, ko'rib turgan mastava 40 ming emas 20 ming, sho'rva 60 ming emas 30 ming, norin 20 ming, 5 barmoq 48 ming. Bunaqa sifatga narxlar juda ham stoyid. Kommentga negativ yozmasinglardan oldin aytaman, go'shtlarni pokiza halol joydan olishar ekan. So'rab oldim. Bular ob'yom sotishligi uchun shunaqa arzon narxlar qo'yishibdi. Qulchatoy 30 ming, uyg'urcha lamon 20 ming, tuxumsay 20 ming, tushonka 42 ming, samarqand shu bo'lsa 25 ming. Narxlar prosta telba qilib qo'yadi. Halim 30 ming, bitta porsiyani umuman kamaytirilmagan. Shashili bo'lsa 9 mingdan 12 minggacha. Xolisiz kelib, xolisiz katta ob'yomda dastlabki qildirsangiz ham shu narx. Bunaqa aksiyalarni jinnalarni o'tkazib olmaslik uchun Kingfood profiliga obuna bo'lib qo'ying. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like emasdan yaqinlarga yuborib qo'ying. Ovqatlarning sifati vobshe yo'qdi, lekin shu sifatda hammaga ushlab berasizlar. Mazali kelsa, shundoq malika chorraqasi eski trikisi yonida.